Assalamu alaykum. Xitoy g'ulaydigan az qoldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Xitoy g'ulaydigan az qoldi nomli programmamning 22-chi qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men Gulshan Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Asli bugun meningki program chiqargan kunim emasdi. Haftada bir, ba'zida 2 haftada bir chiqarib o'tatdim. İmkaniyetimning yetishicha haftada bir chiqarishga tirishayotgandim. Lekin shu bir necha kunning yog'izi vatanga berib kelish masalasi haqida to'plarda Uyg'urlarga oid ijtimoiy taratqularda ko'p munozaralar bo'lib ketdi. Shuningga men bugun aldirash bo'lsammi, vaqtimdan ichidan vaqt chiqarib men shu Xitoyninki kelishimlik Uyg'urlar bilan kelishimlik vatanga chaqirish yili mikri haqida to'xtalish uchun bugun oldinglarga chiqdim va men bu programmamni, ya'ni Xitoyninki kelishimnomalik vatanga chaqirish yilisiningki qayerdan qayergacha ekanligini tanishtirish uchun avval shu George Orwellning 1984 nomli kitobiga tayangan holda muloyiza qilib barman. Uningdan boshqa 100 yillik marafon, amerikalik yozuvchi Michael Pillsbury'ninki 100 yillik marafon nomli kitobi Xitoyninki qanchalik ilmiy ekanligini tanishtirib yozgan, bek kechikib chiqqan bir kitob bo'lsa-mu, lekin oxirida bek yaxshi yozilgan bir kitob. Amerikaliklarninki Xitoyning ilmiy his qilishdagi o'y fikr tushanchalari. Bu maqsadki bu surat kimning shu avtorninki surati. Bu kitobni Uyg'ur Project fondi Uyg'urchaga tarjima qilgan. YouTube'da Avstraliyadagi Parizat G'ayrat xonim güzel chiroyli ovoz bilan uni ovozliq asar qilib YouTube'ga qo'ygan. Buni shu YouTube'dan ko'ra olasizlar. Bu kitobni ovozliq nusxasini o'qiy olasizlar. Endi shu George Orwell'ninki 1984 nomli kitobi dunyo bo'yicha pek mashhur kitob bu. Men turkchisini o'qigan keyin qarasam Dunyo Uyg'ur qurultayining bir yig'iniga borsam, Taklamakan Uyg'ur nashriyoti bu kitobni Uyg'urchaga tarjima qilgan ekan. Buni elib xush bo'lib ketdim. Buni tarjima qilgan tarjimanga va Taklamakan Uyg'ur nashriyotiga alohida rahmatimni aytaman. Bugun mening Uyg'urlarni Xitoyninki vatanga kelishimlik chaqirish hiyli mikrsi haqida to'xtalgan vaqtimda shu kitoblarga asosan tayinman. Uningdan boshqa meniki shu 1984 nomli shu kitobdan olgan ta'sirotlarim haqida yozgan bir maqolam 2023-yili İstanbulda o'tkazilgan İstanbulda 20 leksiya faoliyati jarayonida shu davr va biz birinchi qism kitobga kirgizilgan. Uningdan boshqa bu maqolamni men o'zimning yozgan vatanga vizam yo'q nomli kitobimga kirgizib muloyiza qilgandim. Xitoy bilan birlashtirib, Xitoyning burungi ahvoli va hozir bilan birlashtirib. Xitoy kommunizmning burungi ahvoli bilan hozir Xitoyningki tuzilmasini birlashtirib tahlil qilib yozgan. Mush kitobda buni Taklamakan Uyg'ur nashriyotidan topa olasizlar, ham Uyg'ur Project fondininki to'r betidan topa olasizlar. Vatanga vizam yo'q ismi. Endi men bugungi programmamni bir qancha turli o'rlashtirdim. Albatta bu vatanga Xitoyninki Uyg'urlarni kelishimnomlik chaqirishi tushuntirish uchun kuch ketadi. Kuchimning yetishicha tirishib boqaman. Alloh kuch-quvvat bersin. Bunda nozik bir tema. O'zinglar bilsizlar, Xitoy kuchli ham g'aljirlashdi hozir. Shunga agar imkoninglar yor bersa, meni qo'llash ustidan YouTube'dagi shu kanalimga obuna
bo'p qo'ysanglar, qo'shib olsanglar, xush bo'lman. Meni qo'llaganliginglar, menga madad berganinglar bo'ldi. Onundan boshqa vatanga berishninki to'g'ri ish emasligi, buningki oqibatining bir millatga yomon oqibatlarni olib kelganligi haqida yana bir yozgan maqolam. Men o'zim qar önkörgə qarab manğallar deb mavzu qo'ygandim. U mavzumda sal o'zgarish bo'pti. Uyg'urlar nomli jurnalning mush 2-3 oy avvalgi sonlarida e'lon qilingan. Shularni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Ham meniki u maqolamni shu Facebook betlarimdami topa olasizlar. Endi shu vatanga berish kelishimliq Xitoyninki Uyg'urlar bilan kelishimnomalik vatanga chaqirish. Yili bekari haqida kirishdan burun Uyg'ur va Uyg'urlik haqida ozroq to'xtalaman. Hamda vatandagi xalqimizning shu vatanga berishga qanday qarayotganligi haqida ozroq to'xtalib o'taman. Vatandagi xalqimiz bu vatanga berishlarga yaxshi qarshilamayotdi, norozilik bildiryotdi. Asas qatlamninki odamlari mahalla-mahallaga berib, biz endi partiyamizning siyosati yaxshi bo'lib ketdi deb ularning pasportlarini qo'llariga berib, sizlar chet ellarga chiqib farzandlaringlar bilan ko'rishib kelsanglar bo'ldi, ularni kasi bo'ldi, keldinglar deb shundoq davosimi, ammo ular shu g'arb dunyosidan turib Xitoyning konsuldan viza olib bo'lgan qarindoshlarimizni vatandagi ota-onalari, urug'-tuqqanlari kelmanglar, hergiz kelib qolmanglar deb yondigan ahvollar bor. Hatto videolik ko'rishga vaqtida qo'liga bir qog'ozni mushtaq tutib turib, kelma deb yozib, mundaq ko'rsatgan. Mushtaq ahvollar bor. Xalqimiz kelmanglar, bu bundaq bir qabohatlik bir yerga kelmanglar deb shundaq inkas qaytaryapti. Ammo chet ellarda ba'zi tashviqotlar undaq bo'lmaydi. Vatanning ichida xalqimizda shundaq bir gap bor. Xalq bilan bo'lgan o'lim bejoyiki to'y deydigan. Xalqimiz buni yaxshi bildi, shuning uchun kelmanglar deyapti. Nurg'un viza olib bo'lganlarmi to'xtab qoldi, borganlarmi berib kelganlarning ichidami sukut qilib o'z ishida bilib pushmon qilayotganlar bor, nemishkim borgandiman deb. Bu yerda bir kelishimnomalik bir berish bor. Bu haqda men ishkirlagan holda to'xtalman programmamda. Endi Uyg'ur va Uyg'urlik haqida ikki kalima so'z qilishga to'g'ri keldi bu yerda. Uyg'ur bir millatning ism. Uyg'urlik bu millatninki sifati bo'lib hisoblandi. Hammadan Uyg'ur bo'la olishi mumkin. Lekin Uyg'urlik tarozisida qancha tortildi, buni bilmak bektas. Chiman beshiq chiman doppa, badam doppa kiygan, chochlarini ushaq o'rib olgan, uchisiga atlas ko'ylaklarni kiygan kishilar Uyg'ur bo'lishi mumkin. Uylariga borsangiz, butun atlaslar bilan, doppalar bilan, Uyg'urlarning madaniyati bilan uylarini bezgan bo'lishi mumkin. Lekin Uyg'urlik tarozisida qancha ko'tardi. Uyg'urlik degan nima? Uyg'urlik sifati qanday sifat? Türklarni olaylik. Türklar shu Dirilish Ertuğrul, Dirilish Osman degan filmlarda kiygan qadimgi kiyimlarni hozir kiymaydi. Hozir ular kiymaydi. Lekin türkligini yo'qotib qo'ydimi? Yo'q, yo'qotib qo'ymadi. Ularning Turkiyadagi partiyalar, o'xshamagan ko'z qarashdagi partiyalar to'xtamay urushib o'ynaydi bir-birisi bilan o'qituvchilik qilib, "Sen qilding emas, munda qilding" deb bir-birisi bilan o'qituvchilik qilib o'ynaydi. Ammo millatining beshiga qilchilik bir datalam kelib qolgan vaqtida, dushmanninki shapsi kelib qolgan vaqtida ko'chalarga turkum bo'lib to'kilib ketadi. Shunchalik birlashalaydi. Mana bu turklik, mana bu Uyg'urlik. Uyg'urlik demak bir millatning sifati bo'lib, millatining beshiga datalamlar, qirg'inchiliklar, xo'rliklar, o'limlar, jazo lagerlari, turmalar ichilgan vaqtida buning bo'lgan ko'z qarshi maydoni so'qshi. Bu Uyg'urlik bo'lib hisoblandi. Endi shu 1984 nomli kitobga yanim cho'nqirilgan holda
Şu vatanga berip kelishdan Xitoyningki kelishim nomliq Uyg'urlarni qirg'inchilik 6 yil 2016 yildan tortib hozirgacha 8 yillik qirg'inchilikdan keyin xuddi hech nima bo'lmagandek qishlar ketib bahor kelgandek ashunda qiyofatda vatanga to'xtamliq shartnomalik imzo bir narsa imzolaydigan holda imzoliq chaqirishi bu bir jinoyat. Bu bir jinoyat. Bu hisoblanadi. Albatta u bizning vatanimiz, ko'pchilik ba'zi kishilarimiz deyotgandek, albatta ular bizning vatanimiz, ota-onalarimizning tuproq beshi va xalqimiz bor, do'st birodarlarimiz bor. Mayli siyosat qilayotganlar bo'lsin, ularmi odam, ularningmi bag'is keldi. Mayli siyosat qilmaganlar bo'lsin, hammasininki bu ona vatanga bag'is keldi. Lekin bu yo'llarning ichilishi normal. Xitoy bir yaxshi bo'lib ketib, erkin bo'lib ketib bu yo'llarni ichayotgan bir vaziyat yo'q. Bu yerda bir kelajakda Uyg'urlik ustidan iboradigan, Uyg'urlar ustidan iboradigan qabohatli suiqasdlik ilmikarning bir boshlang'ichi bu. Bu o'zining qilgan butun jinoyatlarini yuvib Uyg'urlarning qo'li bilan yuvishdan iborat bir ilmikar yushirilgan bir taklif qilish bu. Agar Uyg'urlar bu Xitoyningki qiltiqiga tushib ketib yana vatanga berish yo'llarini dag'dam ichib ash kelishimlarga qo'l qo'yib qiladi ekan, u chog'da shu Manas daryosidan qaytib kelishdek ichinishlik bir tragediya tarix yan takrorlangan bo'ldi. Yalta kelishimlardek ashundaq Uyg'urlarning manfaati ziyon zahmat uchirgan tarixda chiqqan shunday Yalta kelishimga o'xshash xato kelishimlarga yana Uyg'urlar o'z qo'li bilan qo'l qo'yib bergan, o'zining taqdiriga o'zi pichoq urgan bo'ldi. Undaqda men shu texnik fikirlagan holda Xitoyningki kelishim nomliq vatanga chaqirish siyosatininki hilmikirsini tushuntirish uchun George Orwellning 1984 nomliq kitobini tanishtirish bilan boshlayman. George Orwell'ninki shu 1984 nomli kitobi shu kommunizmninki mohiyatini ifodalaydigan yana kuchli bir tafakkur, esil bir qalam bilan yozilgan kitob. Bu 1948 yilda yozilgan aslida. Yozuvchi George Orwell shu 1984 yilda kelgan vaqtida dunyoda kommunizm oxirlashidi, qabohatli qora bir davr, qora kechiga o'xshaydigan bir davr oxirlashib, insonlar nihoyat hur, erkin, ozoda bir jamiyatga erishadi degan maqsadda 1984 deb ism qo'ygan. Ammo 1984 yil emas, 2025 yilga kelganda Xitoy jazo lagerlarini ichib, turmalarni ichib Uyg'urlarni yo'q qilish planlarini, suiqasdlarini amalga oshiryapti. Men o'tgan qismliq programmamda 20-qism Xitoy qilaydigan qazqaldi nomli programmamning 20 va 19 qismlarda nima uchun Xitoyningki Uyg'urlarni vatan ichi jazo lagerlarini qurib turmalarni ichib Uyg'urlarning eng ilg'or ziyolilarini, sarxillarni turmalarga tashlash orqali chet ellarda bo'lsa Shanxay 5 deydigan qo'llab tutgan tashkilotlarni qurish orqali shunday yo'q qilishga uringanligi haqida to'xtalgandim. Bu yerdagi masala Uyg'urlarning darajalarga ayirib siyosiy qatnashgan, qatnashmagan, tashkilot qurgan, qurmagan, bayroq tutgan, tutmagan, namoyish chiqqan, chiqmagan emas. Faqat Uyg'ur bo'lganligi. Buni Uyg'urlar yaxshi bilish kerak. Uyg'ur kimligiga ega bir kishining bo'lganligi, Uyg'ur kimligidagi vatanning go'har zaminning egasi bo'lganligi. Bir yo'l bir balvoq o'tadigan Xitoyningki eng strategik bir tugunga joylashib qolganligi. Xitoyning ipagan 70 yillik zulmi, 70 yildan ortiq ipagan zulmiga qarshi ipagan qurolli kurashlardagi jasorati. Xitoyningki hilmikirchi bir millat emas, Uyg'urlarning bir jasoratli millat ekanligini. Agar Uyg'urning qo'liga qurol va qurol texnikalar chiqib qolgan ahvol ostida, Uyg'ur mavjud bo'lib turgan ahvol ostida, Uyg'ur chet ellarda ma'rif bilan
ilg'or ma'rif bilan qurollangan ostida Uyg'urlarning agar ovozi chet ellardagi Kanadadagi, Amerikadagi parlamentlarga, hukumatlarga kirgan vaqtida Uyg'urlarning taqdirining qanday bo'lganligini Xitoy yaxshi tushunganligi uchun hamma Uyg'urni yo'qotish uchun bu qirg'inchilikni ib borgan. Har bir Uyg'ur bir siyosiy Xitoyning nazarida. U mayli tashkilotga kirsin, kirmasin, u baribir. Shu Jorj Orwell'ninki kommunizmning mohiyati haqida yozgan mush kitobida shundaq bir ideya bor. Butunlay kommunizm bir narsalarni burmulab ta'tirsiga ta'tir tafakkur qildigan mustaqillik bor. Uningda ular deydi, erkinlik qulluqdir. Deydi shu 1984 nomli kitobda kommunizmning mohiyatini isbotlab Jorj Orwell shunday yozadi. Bu intayin bir mashhur kitob, sizlarning hammanglarni o'qib o'qishingizni tavsiya qilaman. Kommunizm Xitoyning tushunishda, bu kommunizmning mohiyatini tushunishda, mangu o'zgarmaydiganligini tushunishda, bu dunyodagi butun tillarga tarjima qilingan. 84-yilmi, 89-yillardami Turkiyada 48 qitimliq nashr ekan. Hozir belki nurg'un qitim nashr qilinib ketgandi balkim. Bu kitobda kommunizm shuna deb qaraydi. Erkinlikni qulluq deb qaraydi. Kedingizmi? Undan boshqa urush tinchlik deb qaraydi. Joyillikni kuch deb qaraydi. Joyillik bo'lish bir narsalarga joyillik qilib turib olishni kuch ko'rsatganlik deb qaraydi. Bu üç jumla kitobdan oriya. Men uningga birini qo'shdim. Jazo lageri qayta tarbiyalash. Xitoy jazo lagerini qurdi kommunist Xitoy jazo lagerini qurdi, ammo uni qayta tarbiyalash davoldi. Ya'ni siz bir narsaning sirtiga sut parashigi deb yozib qo'ygan. Siz buni sut parashigi ekan deb olasiz. Ammo uyingizga kirgan vaqtida u sut parashigi bo'lmay, bir zaharlik bir narsa bo'lib chiqadi. Mana bu kommunizmning mohiyati, mana bu Xitoyning hozir qoldi, butun dunyoni aldayotgan, saxtamonlar bilan aldayotgan, fentanyl degan zaharlik chekimliklar bilan Amerikadagi bir kuchli davlatni aldayotgan shu Xitoyningki mohiyati. Endi kitob haqida ozroq yana bir cho'nqurroq sizlarga ma'lumot berishni muvaffaq edim. Kitob Angliyalik yozuvchi Jorj Orwellning shu Hayvonotlar qo'rqi nomli kitobidan keyin distopiya degan bir uslubda yozgan eng oxirgi asar bo'lib hisoblandi. Distopiya uslubi tunji bo'lib Yunonlik Jon Stewart tarafidan ijod qilingan bir uslub hisoblandi. Ya'ni kelajak haqida hech qanday plani yo'q. O'z bilan o'zaro nafrat yog'dirib o'ynaydigan, salbiy, davomli huzursiz yashaydigan bir millatni yoki bir dunyoni masxir qilish uslubidan iborat. Kommunizmning soyasi ostida yashagan, kommunistik diktatorlik hokimiyatiningki kontrolligida yashagan millatlar shu davomli yangi temalarni munozara qilib, kashkichiliklar o'zaro bir-biriga nafrat yog'dirib huzursiz yashaydi ham kelajakka bir xil hech qanday plani yo'q. Agar Uyg'urlar shunday bo'lib qolgan bo'lsa, Xitoyning ilmiy fikrlarini hozirmi to'liq his qilib tushunib yetolmagan bo'lsa, bu umumiy Uyg'urlarning Uyg'urlik sifatiga intayin ig'ir ta'sir ko'rsatdi. Biz u chaqda o'z qo'limiz bilan o'zimizni halok qilgan bo'lib hisoblanamiz. Endi 1984 nomli kitobdagi falsafasiga bir qarab boqaylik. 1984 nomli bu kitobda insonlarning nima deganligi va nima ishlarni qilganligi emas, balki uning aksicha nima o'ylaganligi so'roq tortildi. Hatto nima o'ylaganligidan tortib so'roq tortildi. Xitoy tarafidan Uyg'urlarning nima o'ylayotganligi so'roq tortilganga o'xshash. Bu shu kommunizmningki
davom bo'lib 84 nomli kitobda 1984 nomli kitobda bu mohiyatni yaxshi tahlil qilgan bo'lib hozirgi Uyg'ur jamiyatiga bek mos keldi. İnsanlar mengisidan kichikgina bir bo'lagimi o'ziga tava bo'lolmaydi. O'y fikr va tushunchalar davomli holda o'y fikr va tushunchasi saqchisi tarafidan so'roqqa tortildi. Siyosiy hayoti butunlay partiyaga topshirildi. O'zi bilan yoki partiya bilan o'xshash o'y fikr va tushunchada bo'lmagan kishilar jazolantirildi. Mavjud jinoyat ichidagi eng og'ir jazolantirildi. Bu tushuncha va fikrlarningki partiya bilan o'xshash bo'lmasligi eng shu jinoyatlar ichidagi eng og'ir jinoyat hisoblandi. Masalan, shu vatanga berib kelayotganlar bilan kelishimnoma tuzishdagi asos maqsadmi seninki shu fikr, ideya, tushunchalaring, o'ylaganlaringning hammasi biz bilan Xitoy Kommunist partiyasi bilan o'xshash bo'lishi kerak. Sen shunda bo'lgan vaqtingda sen ota-onangni ko'ra olaysan degan bir kelishimnoma George Orwellning kitobida ilingan bilan hozirgi Uyg'urlarning ahvoli o'xshash. Onundan boshqa insonlar orasida o'zaro bir-birsiga haydakchilik qilish psixikasi yaratib, kishilarni davomli holda xalq dushmanlarini tanlab chiqishga kuch kiritildi. Masalan, shu vatanga bormaslik haqida ogohlantirish berayotgan kishilar, tashkilot qatnashganlar, mishlarni o siyosiy qatnashganlar bir yoqda qilib, siyosiy qatnashmagan bir millatning ardaq nimisimi, ma'lumimi, o'qituvchisimi, mushtaq har xil soatga kishilarim bo'ldi, undaq degandek fikrlarni o'tirg'a tashlash orqali yangi dushmanlarni, millat orasida yangi dushmanlarni tanlab chiqqanga, kuch kiritilayotganga o'xshash mush kitobdami shunday bir vaziyatni sharhlaydi. Mavjud dushmanlarga nafrat o'qish bilan birlikda 2 minutlik nafrat o'qish programmalari orqali ichimizda dushman bor vahimiz orqali nafrat qusish harakati ilib bordi. Oila, jamiyat, millat o'ch adovat va nafrat ustiga qurilgan bo'lib xulosalaganda erkinlik qulluqdir degan natijani chiqardi. Chiqardiman deb o'tib ketgandek, erkinlik mushundaq to'xtamay bir millatning o'tirsiga kommunizmning mohiyati mana mushundaq ushaq-tushak ziddiyatlarni silish orqali ziddiyat paydo qilib, oxirida erkinlik qulluqdir degan xulosani keltirib chiqardi. Xulosalaganda urush tinchlikdir, joyillik kuchdir degan bu falsafani insonlarga qabul qildirdi. Men tuvanda shu Winston Smithning oqibati haqida to'xtalish orqali Uyg'ur navbatdagi hozirgi turmushimizdagi hozir bizning oramizda yashayotgan Winston Smithning taqdiriga duch kelgan, oqibatiga duch kelgan va kelajakda Uyg'urlarning nurg'ulg'an Winston Smithlarga o'xshaydigan bir holatga kelib qolganligi haqida mulohazalar olib borman. Endi 1984 nomli bu kitobda uning baş qahramoni Winston Smith Julia ismli bir ayol bilan tanishib qoldi va uni yaxshi ko'rib qilib, uningga oshiq bo'lib qoldi. Ham u yana shu bir o'g'irliqcha shu bir asoratli do'kondan bir qalam bilan qog'oz setilib kundalik xatir yazishga boshlaydi. Uning kundalik xatir yazishi sezilib qolgan taqdirda u nihoyat og'ir oqibatlarga olib keladi. Lekin u yana kundalik xatir yazishni boshlaydi. Shuning bilan oxirida Winston Smith bilan Julia'ningki munosabati shunaqla kundalik xatir yozayotganligi pashib qilib sevgi ministerligiga doklad qilindi. Bir kuni kechada Winston Smith bilan Julia his-tuyg'u va tushuncha saqchisi tarafidan qo'lga olindi. His-tuyg'u va tushuncha saqchisi tarafidan qo'lga olindi.
Сөйгü ministerligi Winston Smith'ga qo'rqinchli shaklda tan jazosi ilib bordi. Winston Smith'ning tishlarini sindirib, so'ngaklarini chiqib yutdi. Badanni to'qqichatdi. Osh qo'ydi. Bir xil bu xil ig'ir tan jazolardan keyin Winston Smith o'zining Julia bilan muhabbatlashganligini, kundalik xotir yozganligini, o'shanda ushaq chek narsalar bo'lsa-mu bizga nisbatan, ammo Xitoy kommunistlariga bu narsalar nihoyat cho'ng masalalar tariqida, masalan, uydan joy namozlarning chiqishi, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinyapti vatanda. Qirg'inchilik ilib berilyapti, saqal qo'yganlar, Xudoyim bursa degan gapni qilamat. Mushundaq ahvolda turgan bir millatni yana qandami biz bu mushlarni unutib qoldikmi? 2016-yildan hozirgacha yurgizilayotgan mushu Winston Smithning taqdiriga o'xshash taqdirninki bizning beshimizga kelayotganligini unutib qoldikmi? Bizni tashkilotda bo'lmaganligimiz uchun vatanga bosoq bo'ladi. Tashkilotda emasku ular, andaqku, mandaqku da biz insonku, ammo bir insonlik tashkilotining a'zolari biz. İnsanlığımızı biz qayerga qo'yamiz? Bu 8 yildan beri ipirilayotgan xalqimizga ipirilayotgan qirg'inchiliklar biz hech bir bo'lmagandek, hech narsa bo'lmagandek o'zimiz uyg'ur turib Xitoyning dipiga usul o'ynab yana shundoq tashviq qilish beramdik. Undaqda bizningki biz bir tashkilotning a'zosi bo'lmasakmi, bir bayroq ko'tarmasakmi yoki namoyishlarga chiqmasakmi, bizning insonlik g'ururimiz, insoniy qiymatimiz bo'lar. Winston Smith'ga berilgan jazolarning ichidagi eng og'ir jazo 101 nomerlik uydagi qafas ichiga solangan chashqonlarga uning yuzini yegizish jazosi bo'lib, bu jazoga bardoshlik berolmagan Winston Julia'ni setib yutdi. Bu ishlarni qilgan men emas, balki Julia deb iqror qildi. Demakki, Juliaga ihanat qildi. Bu ishlardan keyin Winston bilan Julianing sevgi munosabati tamoman oxirlashdi. Gerçi ular ko'chalarda uchrashib qolgan bo'lsa-mu, bir-biriga xuddi tonimaydigandek muomala qildi. Xitoyningki kelishim nomli qoldi, kelishimlik vatanga chaqirish hiyla-mikri dal mana shu Winston Smithning yuzini chashqonga yegizish hiyla-mikrining bugungi takrorlanishi, bugungi varianti, bugungi ko'rinishdan iborat bo'lib, gerçi Xitoy naq shu chashqonni yuziga qo'yib yegizmagan taqdirdimi Uyg'urlarning ashunga o'xshash holda bir kelishimga qo'l qo'ygizishi Winston Smithga o'xshash Uyg'urlarni ruhiy o'lgan, yo'lda uchrab qolgan vaqtida o'zininki yaqin suygan kishilarga qarayolmaydigan, bir-birsiga ta'tir qarab o'tib ketadigan shundoq Uyg'urlarni, mayli u ota-onasi bo'lsin, mayli qayrindoshlari bo'lsin va o'zi oshiq bo'lgan kishilar bo'lsin, o'shalarga odamiyligini yo'qotgan, o'zi odamdek mangdigan, lekin ruhiy o'lgan Winston Smithlarni yasab chiqishdan boshqa narsa emas. Uyg'urlarni aqlli bo'lish kerak. Endi tövəndə 1984 nomli kitobda tilga ilingan 4 ministerlik bor. Shu 4 ministerlik haqida men to'xtalib o'tmoqchi. Birinchisi Adolat ministerligi. George Orwellning qalami ostidagi bu ministerlik butunlay yolg'on ishlab chiqardi. Ismi Adolat ministerligi. Ayni hozirgi Xitoydagidek butunlay yolg'on ishlab chiqargan bir ministerlik, Adolat ministerligi degan. O'zining manfaatiga uygun qilish uchun har qanday haqiqat va haqqoniyatlarni o'zgartiraydi. Masalan, 2 qo'shilgan 2 4 bo'lishi kerak edi, ammo partiya 2 qo'shilgan 2 5 degan bo'lsa, 5 bo'ldi degan saxta haqiqatni kishilar miyasiga singdirishga tirishdi. Ya'ni ular butun tarixda bo'lib o'tgan voqealarni o'zgartirib, yolg'ondan yezib so'zlab chiqishga tirishdi. Çünkü ular bugunni kontrol qilishning yo'li tarixdan boshlandi deb qaraydi. Bugunni kontrol qilishning yo'li tarixdan boshlandi deb qaraydi. Bu ministerlik amaliyotda bir saxtapazlik ministerligidan iborat. Bu ministerlik vaqti kelganda
haqiqatdan tinib oladi. Hatto oila a'zolari va urug' tuqqan va ota-onalarininmi tinib oladigan qildi insonlarni. Naq shu hozirgi Xitoyning mohiyati. Mush kitobda aynan yozilgan. Tarixda bu kitap insanlarni shunday qiltaqlarga tushmaslik uchun ogohlantirish berib yozilgan bo'lsa-mu, lekin hozir Uyg'urlar Xitoyning mush qiltiqiga yana qarab turib biz tushib ketyapmiz. Bu Uyg'urlarni mushu kelishim nomli vatanga chaqirishning oqisida mana shunday ilmiy fikrlar bor. Yana birisi Tinchlik ministrligi. Ammo bu onun ismi Tinchlik ministrligi bo'lsa-mu, ammo bu ministrlik to'xtamay kishilar orasida, jamoat orasida urush jadal, ixtilof, g'alva-g'ovg'a paydo qildi. Partiyaning manfaatiga, yuz obro'yiga, xalqni kontrol qilishdagi chora-tadbirlarga sal-pal daxldor yetib qolgan ahvol ostida nurg'unlagan ixtilof paydo qiladigan temalarni tashlab, kishilarni davomli holda ixtilof ichida tutib turishga tirishdi. Chunki jidal majra ixtilof paydo qilish o'ziga o'qituvchi bo'layotganlarning diqqatini boshqa tarafga burashdagi yaxshi usul. Demak, namda Tinchlik ministrligi deyilgan bu o'rinning vazifasi jidal chiqarish. Chunki bu partiya urush tinchlikdir deb qaraydi. Hozir bizga ayni mushu taktikalarni qo'llanayotdi Xitoy. Mushu vatanga berish bo'lmaslik, andaq-mundaq bu qirg'inchilikni yo'q qilish uchun qanday usul bilan yo'q qilish yo'lini topolmay Xitoy tipirlab ketyapti. Oxirida yana tarixdan qancha ming qatim qaytlangan o'zining yig'ida o'zini qo'rish usul orqali Uyg'urlarni yo'q qilmoqchi bo'lyapti. Nafrat haftasi Tinchlik ministrligi har haftada bir qitim elib boradigan o'rganishlarning biri bo'lib, bu kunda haftaning ma'lum bir kuniga to'g'rilandi. Bu kunda mavjud dushmanlarga nafrat o'qish bilan birga yangi dushmanlar yasab chiqildi. Nafrat o'qiydigan dushmanlar to'xtamay yengilib, yasilib chiqdi. Nafrat haftasida oramizda dushman bor. Biz bu dushmanga qarshi g'ujmak bo'lishimiz, birlashishimiz kerak degan ideya tashabbus qilindi. Uyg'ur jamiyatida ayni shunday. Buni misol bersammi, sizlar nechog'ning yog'iz bo'layotgan ahvollardan o'zinglar his qila olasizlar. Nafrat haftasida ideya, fikr va tushunchalar so'roq tortildi. Buningda partiya bilan o'xshash tushunchada bo'lmaganlar jinoyatchi deb qaraldi. Partiya bilan o'xshash tushunchada bo'lmaganlar jinoyatchi deb qaraldi. Chet ellardami shu partiya bilan o'xshash, vatanning ichida partiya bilan o'xshash ko'z qarashda bo'lmaganlar jinoyatchi deb turmaga tashlanadi. Vatanning sirtida Shanxay 5 qo'g'lab tutish tashkiloti orqali Uyg'urlar qo'g'lab tutildi. Turkiyada jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimnomasi tuzildi Turkiyadagi davlatlar bilan. Nafrat haftasida ideya, fikr va tushunchalar so'roq tortildi. Buningda partiya bilan o'xshash tushunchada bo'lmaganlar jinoyatchi deb qaraldi. Eng og'ir jinoyat tushunchalarning partiya bilan o'xshash bo'lmasligi jinoyatchi bo'lib, bu xildagi kishilar hatto davlat ihonat va xoinlik bilan jazolantirildi. Shu kelishimnomalarning hammasi davlat partiya bilan o'xshash fikr, ideya, tushunchada bo'lish haqida tuzilgan kelishimlar, to'xtamlar bo'lib, mushu to'xtamlarni tuzish badaliga ota-onasini ko'rsatyapti Xitoy. Agar buningga ihonat qilingan ahvol ostida chet eldagi u kishini jazolamagan ihonat, vatanga ihonat, xoinlik qilgan deb qaraydi Xitoy. Vatandagi urug' tuqqanlarni buning badalini o'tashga qistish mumkin. Partiya Tinchlik ministrligining nazorat qilishi bilan insonlarning miyasining ichidagi eng kichik bir yerdan boshqa hech bir narsa sizga tava bo'lmaydi. Miyangizdagi eng kichik bir yerlarmi sizga tava bo'lmaydi. Butun hamma narsangizni kontrol qilib olgan. Masalan, qo'shmoq tuqqan. Sizni har vaqt nazorat qilib, har vaqt kuzatib, siz bir xotirjam bir 5 minut o'tirib o'zingizning xiyolingizni qila olmaysiz. Qo'shmoq tuqqan soyidek sizga erishib yurgan. Mana shu George Orwell'ninki yozgan 48-yilda yozgan kitobidagi shu haqiqatlar hozir Uyg'urlarning haqiqati bo'lib qo'yapti. O'tmishdagi shaxsiyatingizga munosabatli hamma narsa partiyaga topshirildi. Oila, jamiyat, butun bir millat bir-biri bilan o'ch adovat ichida yashaydi. Insonlarni o'y, fikr, tushuncha soqchisi deydigan bir soqchi kontrol qilib turadigan bo'lib,
Bu saqchi agar sizning fikrlaringizda farqli tushunchalarning borligidan gumon qilib qolsa, darhol qo'lga oldi. Vatanga berib kelganlarning hech qanday gap so'z qilmayotganligi, nayt oz kishilarning ilqi o'zining nayt oz kishilarningki vicdan azobi chekish sababidan shu bo'layotgan vatanda ko'rgan bilganlari tuzgan to'xtamlar haqida gap qilayotganligi mana shuningki tipik misol bo'lib hisoblanadi. Xitoy vatanga borganlarning hammasini cho'ng ishlarni qilib emas, o'zing turayotgan choylar, jamoat qatnashayotgan yerlarning kishilarning nima ishlarni qilyotdi, shularning arxivini turg'izib bersang bo'ldi degan takliflar bo'lgan. Tinchlik ministerligi haydakchilik qilish, yetaklash, ergashtirish, ya'ni pada psixikasini unumli foydalanadigan bo'lib, ichimizda dushman bor va yemsi bilan qandaqdir birlariga nafrat qusish elib bordi. Xalq dushmani yasab chiqib, xalq dushmanini xalq harakati orqali ujuqtirish taktikasini qo'llandi. Pada psixikasi. Mana shundaq vatanga berish, yaxshi beringlar degandek shundaq vatanga borganlar padisini shakllantirish tashviqotlarini ilib boradi. Endi Söygü ministerligi. Yuqoridan deb o'tib ketdim Söygü ministerligini. Bu ministerlikning tinchlik ministerligi bilan maslashgandan oldi xizmat qilgan bo'lib, Söygü ministerligi faqat Akan Qarg'ay deb atiladigan bir zotni söydü. Masalan, Xi Jinpingni hammadan butun Xitoydagilar hammasi Xi Jinpingni söyish kerak. Qarshi taraf nima uchun ularni, ya'ni boshqa kishilarni so'ysak bo'lmaydi, nima uchun ular bizning dushmanimiz, biz nima uchun doim yaxshi taraf bo'lamiz degan savollarni so'rashi ig'ir tan jazosiga boshlab boradi. Masalan, Uyg'ur bo'lib yashash, Uyg'urni so'yish, Uyg'urning tarpini ilish, Uyg'urning jazo lagerlariga tashlanayotganligi haqida fikr berish, bu intayin xatarlik bir ahvol bo'layotganiga o'xshash. Endi bu yerda men tunugunning Winston Smith va bugunning jazo lager shohidlarini bir tanishtirib o'tmoqchiman. Chunki bu bugungi bizning mush ahvolga tushib qolishimiz har birimizning bir Winston Smithning taqdiriga duch kelib qolishimiz jiddiy bir o'ylashga tegishli masala bo'lib qoladi. Mashhur yozuvchi George Orwellning qalami ostida yaratilgan bu 1984 nomli kitobning bosh qahramoni Winston Smith faqat kundalik xotir yozganligi. Julia ismli bir ayol bilan muhabbatlashganlik uchun Söygü ministerligi tarafidan qo'lga olinib, ig'ir tan jazosiga uchraydi. Ammo bu qorong'u va razil dunyo bugungi kunda Xitoy ishg'oliyatidagi Uyg'urlar orasida davomlashayotgan bo'lib, Uyg'urlarning bugungi Winston Smithlar bo'lgan Xitoy jazo lagerlaridan tasdiq etib chiqqan jazo lager shohidlari Sharqiy Turkistondagi inson qalbidan chiqqan jazo lagerlari haqida dunyo xalqiga Amerika parlamentida ichilgan guvohlik yig'inlari, Angliyada ichilgan Uyg'ur sud qatorliq xalqaro so'rovlarda guvohlik berib, 2023-yilda oxirlashmagan bu razil qorong'u dunyoda o'z beshidan kechirganlarni fosh qildi. Sharqiy Turkistonda Xitoy qurgan jazo lagerida 3 yil yotgandan keyin Fransiya hukumati va Fransiyadagi oilasi tarafidan qutuldirilib Fransiyaga kelishga muvaffaq bo'lgan Xitoy jazo lagerida ing'rayotgan qancha million Uyg'urning ichidagi yo'riq dunyoni ko'rishga muyassar bo'la olgan talaylik jazo lager shohidi Gulbahor Xotivaja xonim mundaq deydi. Hech qanday gunoyim bo'lmagan ahvol ostida putimga kishan silinib turmaga kirgan vaqtimda kamerdagi ayollarning ichinish ahvolini ko'rdim. Kamerdagi ayollarning putlari kishanlangan. Ana tilimiz bo'lgan Uyg'ur tilida so'zlashimiz cheklangan edi. Ular bizni 0 dan tuvan 24 graduslik sovuqda shamoldatimiz degan ma'noda sovuqqa turg'izib qo'yib qiynaydi. Har qatim sovuqqa ilib chiqqan vaqtida
Put-qo'limizni temir o'rindiqqa bog'lab qo'yib so'roq qiladi. 2017 yil 4-oyning 1-kuni bizni, ya'ni barliq ayollarni karvatga zanjirlab qo'ydi. Men mushundaq zanjirlaylik holatda 20 kun turdim. Jazo lagerining ichida hamma yerda kamera bor. Ular bizga zukamning oldini olamiz degan bano bilan yilda 2 qitim vaksina urdi. Vaksina urilgandan keyin ayollarning odatiy asos jihatdan to'xtab ketdi. Men 2 jazo lagerida turdim. Men dastlab turgan jazo lagerida 16 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 250 tak ayollar bor edi. Xitoy lagerga texmo ko'p kishini sig'dira olmaganligi uchun 2018 yili 10-oyning 18-kuni bizni yangidan selingan cho'ng bir jazo lagerga yetkazdi. Xitoyning bu jazo lagerga solgan mablag'ining favqulodda ko'pligidan Xitoyning planining qisqa muddatli plan emas, balki uzun mezgillik plan ekanligini bilib olg'ili bo'ladi. Biz her günü 11 saat sınıfta oturup Xitayning meni yuyish dersi bo'lgan tarix, qonun, xanzu tili darslerini o'rganamiz. Haftada bir qizil naqsh o'rganamiz. Hafta oxirida imtihon beramiz. 2018 yili hech bir gunohim yo'q turib 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindim. Agar ular bizning Uyg'urcha so'zlashganimizni bilib qolsa, ayrim so'laydigan bir uyga 24 soat, 48 soat, hatto 72 soat so'lab qo'yadi. Tamaq və su verməydi. O kişi ta ki mən xata qıptımən, ikkinci Uyğurca sözləşməymən degəngə qədər solab qoyuladı. Namaz oxuğanlığı, hicablanğanlığı, Quran saqlığanlığı, pərzəndini chet eldə oxutqanlığı, chet elga sayohatga chiqqanlığı üçünla qayta tərbiyəlanish nomi ostida doktor, muallim, bank xodimlari, yak tijoratchilar, pensiyaga chiqqan ishchi xizmatchilar ish qilib Sharqiy Turkistonning sarxillarining hammasi bu lagerda edi. Sharqiy Turkistondan iborat bu zulmatli tuproqdagi yana bir jazo lagerda 6 oy Xitoy tilida o'qituvchilik qilgan Qalbinur Sidiq o'zi o'qituvchilik qilgan bu joyning aslida maktab emas, balki bir jazo lager ekanligini bu maktabga borgandan keyin his qiladi. Bu atalmış qayta tarbiyalash o'rni deb atalgan o'rinning jazo lager ekanligini bilganda hayron qoldim. U Amerika parlamenti va Angliyada ochilgan Uyg'ur sudida guvohlik berib mundaq deydi. Men 2017 yili 3-oydan 9-oygacha vatnimiz Sharqiy Turkistonning Urumchi shahri, Saybaq rayoni Tangfanguda qurilgan erlar jazo lagerida 6 oy Xitoycha dars o'tishga majburlandim. Bu 4 qavatlik binodagi tamning ustunlari butunlay toksim to'saqlar bilan to'salgan edi. Atalmış maktabning ichki va sirtini saqchi askarlar qurolli holda xuddi hozir jangga chiqadiganidek holatda qo'g'dab turadi. Tutqun erlarning 90% 18 yoshdan 40 yoshgacha, faqat 10% 40 yoshdan yuqori va 70 yoshlarda edi. Tutqun erlar kamerlarda 30dan 40gacha qisilishib turadi va Dahsimutning ustida yotadi. Ular har kunlik tamqiga bir tal Xitoy jang momisi bilan quruq sho'girish ichadi. Hatta ular 6 oy jarayonida biror qitim yuyinib boqqani yo'q. O'birniga chiqish uchunmi vaqt belgilab berilgan. Bu kamerdagi erlarning put-qo'llari kishanlangan. Sinfning eshiklari 30 gradus ochilgan bo'lib, sinfdan kamerga o'milab kirib, o'milab chiqadi. Tutqun erlarning ismlari chaqirilmaydi. Ularga nomerlar besilgan bo'lib, shu nomerlar orqali chaqirildi. Ularni so'roq qilgan joy sinfning yenidagi yer osti so'roqxona bo'lg'achqa, ularning tan jazosi sababidan vaqirgan va chaqirgan ovozlari sinfga anglanib turdi. Ba'zida ularning ichinishliq ovozlari binoni zilzilaga soldi. Qalbinur Sidiq xonimninki Amerika parlamenti va Angliyada ochilgan Uyg'ur sudida bergan guvohliklarini davomlashtiraman. Ular elektronlik kaltak, elektronlik do'ppa, elektronlik palay va elektronlik temir o'rindiq, ya'ni yo'lbos o'rindiq qatorliqlar orqali jazolandi, tan jazosiga uchraydi.
tutqunlar haftalab, hatto oylab darsga chiqolmaydi deydi. Bundaq so'roqlardan keyin. 2017 yılı sentyabrdan noyabrgacha Urumchi Tugung rayonida joylashgan 6 qavatlik ayollar turmisiga yetkazdim. Bu 6 qavatlik balkonsiz ayollar turmisi bo'lib, bu yerga 10 mingga yaqin qiz ayollar solangan. Qiz ayollarning sochlari butunlay chiritilgan. Uchisiga kulrang mahbus kiyim kiygan bo'lib, ustiga apelsin rangli jiltki kiygan. Jiltkining ustiga nomer bisilgan. Har dushanba kuni bu tutqun qizlar noma'lum dori ichidi. Ularga ukol urildi va qon ilindi. Bu qiz ayollarning yoshi 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lib, bu dorilarni ichgandan keyin odatlari butunlay to'xtab ketgan. Hatto bola imitayotganlarning sutlari to'xtab ketgan. Bu qiz ayollar so'roq jarayonida Xitoy saqchilarining navbatlashib bosqinchilik qilishiga uchrab turdi. Hatto Xitoy saqchilari tok kaltaklarni ayollarning vaqat yo'liga kirgizish orqali tan jazosi va qiynash ilib bordi. Men bu xil tan jazosidan keyin ular 2 oy odati to'xtamay qansirab o'lib ketgan bir qizning jasadini saqchilarning zambilda ko'tarib ilib manganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan. Mayli jazo lageri, qayta tarbiyalashdiki yoki sirtdagi har bir ayol uzuk soldirish va tug'maslik operatsiyasi qilinishga majburlandi. Bu Xitoyning birdan-bir siyosati, Xitoy qo'shmaq tuqqan siyosat orqali Uyg'ur ayollarini dafsandichilik uchirtib turdi. Xitoy qo'shmaq tuqqan bilan 5ta birga bo'lish tuzumini tushirib bergan bo'lib, ular birga tamoq etish, birga tamoq yeyish, birga uyg'unish qilish, birga sayli qilish va birga yetish qatorliqlardan iborat. Bu yuqorida men deb o'tgan Winston Smithning hayoti bilan o'xshash ham George Orwellning 1984 nomli kitobida tasvirlangan hech qanday mingizning kichikkina bir g'ayri she'rchilikmi bir ya o'zingizga tava bo'lmaydi deganlar bilan aynan o'xshash. Kommunist Xitoyninki mohiyati hozirgacha o'zgarib boqqan yo'q. Shundoq bir hafta uyimizda turdi. Tamoq etish, tamoq yeyish jarayonlarida Xitoy erlarining nashayan ishlariga duchor bo'lib turdi. Uningdan boshqa ota-onasi tutqun qilingan bolalar lagerlarimi ta'sis qilindi. Mana bular bundan 83 yil burungi davrda yashagan Winston Smith bilan hozirgi davrda yashayotgan Uyg'ur Winston Smithlarning sukunat ichida turayotgan dunyo adolatiga qilgan nolisi. Ama dünya bugün mü bundaq rezilliklerinin tamaşımını bulup qarab turishdan boshqa hech qanday bir tadbir olamadı. Yani Uyg'urlar xuddi dünya adalati mayoq turibsin, Uyg'urlarning adalati. Bu hech qanday bir ish bo'lmagandek yana vatanga berishni to'g'ri deb kelishimlarga qo'l qo'yib Xitoy bilan. Yana biz tashkilotlarda bo'lmasak, basak nima bo'pti degandek nihoyatda kichik bolalarcha savollarni o'tirib tashlab shundoq yozuvchi yuqorida men yozuvchi George Orwellningki 1948-yili qalamga olgan, ammo dunyodagi bundaq bir qorong'u jamiyatga xotim berilib, insonlar 1984-yilga bo'lganda nihoyatda baxtli erkin yashaydi degan yuksak darajadagi umid bilan 1984 deb ism qo'ygan bu kitob gerçi tarix aylangan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning 2016-yili Sharqi Turkistonda jazo lagerlarini etish bilan qancha milliongan Uyg'ur Winston Smithlar jazo lagerlariga tashlanib, Winston Smith ishlagan tan jazolarining natijasi ig'ir tan jazolarga duchor bo'lmoqda. Yuqorida men shu kitobning yozilgan ahvollar bilan Uyg'urlarning taqdirini o'zaro birlashtirib tahlillayib bordim. Ajoyib fikrlar bilan Uyg'ur jamiyatini o'yga solgan 1984 nomli bu kitob vatan sirtidagi Uyg'urlar o'qib chiqishga arziydigan intayin qimmatli bir kitob. Dunyodagi barliq tillarga nurg'un tillarga ko'plab tarjima qilingan.
Xitoy kommunizmning mohiyatini ichib berishda intayin muhim ahamiyatga ega. Endi programmamning oxirgi uchurlariga kelib qoldik. Aziz qarindoshlar, programmamning oxirgi uchurlariga kelib qoldim. Programmamning oxirgi qismida men shu faylasuf Sokratning bir so'zi bor. So'roq tortilmagan hayot yashashga arzimaydi degan. Vatanga berishdan burun, vatanga berishni orzu qilishdan burun Xitoyninki zahar yaltilgan kelishim nomli vatanga chaqirish siyosatiga ovoz qo'shib vatanga berishdan burun o'zimizni bir so'roq tortib boqaylik. Biz o'zimizni so'roq tortgan vaqtimizda odamiyligimizni so'roq tortib boqaylik. O'zimizningki tashkilotga kirmaganligimizni, bayroq ko'tarmaganligimizni bunda bo'lgan ekan, vatanga bo'lsaq bo'ldiganligini sharhlashdan burun o'zimizni bir so'roq tortib boqaylik. Endi ama o New York'taki doktor Mamtiminning xalqni kontrol qilishning 5 xil usuli degan Xitoylarninki bir tarixiy kitobini mulohaza qilib yozgan bir maqolasim bor YouTube'da. Men shu programmamni ishlab chiqarib bo'lgandan keyin YouTube'ning ostiga programmamning ostiga chiqarib qo'yman. U programmani bir ko'rib beqinglar. Men yuqorida sizlarga ta'kidlab o'tgan 100 yillik marafon Xitoyninki mohiyatini yaxshi ichib olgan Michael Pillsbury'ninki kitobi haqida to'xtalgandim. U Michael Pillsbury kitobida shunday deydi. 100 yillik marafon Xitoyning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishidagi maxfiy strategiyasi nomli kitob bu. Abdori Michael Pillsbury Amerikaning Xitoyni tushunish jihatda xatolashganligini kitobida aniq o'tirib qo'ygan. U kitobida Amerikaning birinchidan munosabat mutlaq hamkorlikni ro'yobga chiqardi deb xatolashganligini, ikkinchidan Xitoy demokratiyalashish yo'lida ketyapti deb xatolashganligini, uchinchidan Xitoy ojiz egachguvchi deb qarab xatolashganligini, to'rtinchidan Xitoy bizga o'xshash bo'lmoqchi yoki Xitoy bizga o'xshash deb qarab xatolashganligini, beshinchisi Xitoy qattiq qo'llarni ojiz deb qarab xatolashganligini. Xitoy qattiq qo'llar deganda bu yerda Xitoy saqchilari, Xitoy bexatarlik idoralari, Xitoyning asos qatlamidagi obsharkilari mishlarning hammasini ojiz deb qarab xatolashganligini e'tirof qildi. Yuqorqida xulosalarning hammasi dunyoning Xitoy hiyla mekrlarini tushunish jihatda oqib qolganligini. Şu vəzdən chet ellik Uyg'urlarning dunyoga Uyg'ur qirg'inchiligini tushuntirish jihatda Falastinliklardek talaylik emasligini ko'rsatib beryapti. Falastindek aktivlashgan, sotsiallashgan, tunilgan bir davo bo'lib tunilmayapti. Xitoyning hiyla mekrlarini dunyoning yaxshi tushunmaganligi uchun. Qaraganda Uyg'urlarmi bek yaxshi tushunmaydigan o'xshaydi. Shu vatanga berish to'lqiniga erishayotgan qaraganda. O'zining 20 yillik psixikalik analiz tadqiqoti bilan kultur tadqiqoti ilib berishda dang chiqargan Asan Leitson Xitoy haqida to'xtalib mundaq deydi. Sönzüdün mavzunguchi bo'lgan strategiya adabiyotida aldash boshqa nurg'ulg'an harbiy ta'limotlarga qaraganda texmi ko'p ta'kidlandi. Xitoylarning aldamchilik hunari birovning o'z planining bir butunligini qo'g'dashga moyil bo'lishidan bekrak dushmanni aldash orqali uni nobop harakat qildirishga moyildir. Ushbu parchalik haqidagi bütün qissalarni o'qisak, shu vaqtdagi kinolarni ko'rsakmi, bular o'zi bilan o'zining ishki qismidagi o'zining shu nimalarni, shu o'zining xalqini aldash strategiyasi bilan tutib kelgan. Hozir endi Xitoy bu ishni shu vatanga chaqirish yilisi orqali Uyg'urlarni aldayotdi.
yana shu amerikalik diplomat Abyamqi kitobning yozuvchisi Michael Pillsbury o'zining 100 yillik marafon Xitoyning Amerikaning o'rniga dunyo hukmron bo'lishidagi maxfiy strategiyasi nomli kitobda Xitoyningki shu qadimgi urushqoq bayliklar davrining ilmikirlarini hozirgi davrdagi davlat va harbiy ishlar strategiyasi uchun xizmat qildirayotganligini maxsus urushqoq bayliklar davrdagi hiyla nayranglarni tadqiq qilish va maqolalarni yozish uchun Xitoy harbiy amaldorlardan tashkillangan tadqiqot guruhlari kutubxonalar qurilganligi va bu tadqiqotga Xitoyning alohida mablag' ajratganligini tilga oldi. Urushqoq bayliklar davridan Xitoyga miros qolgan bu strategiyaning yadrosi mag'lub bo'lish girdog'iga berib qolganda qarshi tarafdan qonliq qisos elishdan iborat. Shuning uchun Uyg'urlar intayin umidvor bo'lishimiz kerak. Xitoy g'ulaydiganga nihoyat oz qoldi. Uyg'urlar bek aqlli bo'lishimiz kerak. Men programmamning bugungi Xitoyningki Uyg'urlar qalatgan kelishimlik suiqasd nazariyasi, kelishimlik to'xtam orqali vatanga chaqirish ilmikri haqida bugun to'xtalib o'tdim. Kelarki qism programmamda bambuk ro'yi haqida to'xtalaman. Bambukni sizlarga tanishtiraman. Bambuk nima uchun shunchalik kuchli? Bambuk bunday aytgan vaqtida Allohninki bir tabiat oyatlarining birisi bo'lib, oyat demaklik, bishorat demaklikdan iborat. Bambuk Allah bambuk oyati orqali bizga qandaq bo'lganda kuchlik bir millatning qandaq bo'lganda kuchlik bo'lganligi, qandaq bo'lganda kuchlik bo'lish orqali dushmanni yengib chiqa oladiganligidan iborat bir tajribani bizga o'rgatgan. Ikkinchi dunyo urushida shunchaki ig'ir ziyon tortgan Germaniya bilan Yaponiya shu bambuk ruhidek bir ruh bilan o'zlarini qutuldirib chiqqan. Bizning hozirgi eng muhim nishonimiz Uyg'urlar Uyg'urlikning og'amchisiga mahkam ishlash. O'lib ketgandek ibodat qilish, ammo Uyg'urlikning og'amchisiga mahkam ishlashdan iborat. Uyg'ur bo'lish yetmaydi. Uyg'urlik intayin muhim. Uyg'urlik chiman do'ppa, badam do'ppa, atlas ko'ylaklarni kiyib qo'yish, chiman do'ppalarni kiyib qo'yish ham emas. Uyg'urlikning haqiqiy yildiziga dazgatganda tuyqisi qirash. Uyg'ur xalqining bir maqol tamsili bor. Öküzning müngiziga ursa tuyqisi qirabdi deydigan. Shunga o'xshash butun bir jon, bir tan bo'lib birlashish. Men Uyg'ur turklarningki misolni ep o'tdim. Shu misol bilan yana programmamni oxirlashtirmoqchiman. Turklar burunqi Osmonlidan qilib qolgan dirilish Ertuğrul, dirilish Osmonlardan qilib qolgan ilk an'anaviy turkcha kiyimlarni kiymaydi. Bu kiyimlarni kiymaganliklar bilan turklar turkligini yo'qotib qo'ydimi? Yo'q, yo'qotib qo'ymadi. Ular millatining, vatanining manfaatiga qilchilik ziyon yetadigan ko'chalarga to'kilar edi. Mana bu Uyg'urlik. Uyg'urlar agar Uyg'urlikning og'amchisiga mustahkam islommaydi ekan, Xitoyning bu qirg'inchiligidan menga qutlanmaydi. Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi. Bizgimi tanglar atilganga oz qoldi. 11 qarindosh tarafidan quduq tashritilgan Yusuf alayhissalomning bir karvon kelib quduq chelakni tashlash orqali qutulib chiqqan. Bizning shu kunlarimizga oz qoldi. Shuning uchun Uyg'urlikqa mahkam eslaylik. Xayr xo'sh, kelarki qitimliq kashki Uyg'urlarda bambuk ro'yi bo'lsa edi nomli programmamni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.